Futbol olamida shov-shuvga sabab bo'layotgan 4 ta tezkor xabar. Ashraf Hakimi qamalishi mumkin. Mbappe sudga chaqirildi. Mourinho katta tozalashni boshladi. Olise transferi va Ruben Dias sensatsiyasi. Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Siz tomosha qilayotgan kanal bu Secretex. Bugungi videomizda futbol olamida larzaga solayotgan va ayniqsa Real Madrid muxlislarini hayratga qoldirayotgan 4 ta yirik voqeani tahlil qilamiz. Ammo videoni boshlashdan oldin muhim bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bizning kanalda qimor, bukmekerlik, kazino yoki pul tikishga undovchi reklamalar bo'lmaydi va qo'llab-quvvatlanmaydi. Futbol bu sport, zavq va hissiyot uchun. Shuning uchun kanalimiz faqat futbol yangiliklari, tahlillar va qiziqarli faktlarni topasiz. Agar shunday kontentlarni qadrlasangiz, videoga bitta like bosishni va kanalga obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Endi esa boshladik. Bugun siz bilan quyidagi mavzularni muhokama qilamiz. Ashraf Hakimi atrofidagi sud mojarosi. Nega Kylian Mbappe guvoh sifatida chaqirilmoqda? Mourinho nega Tchouaméni bilan xayrlashishi mumkin? Real Madrid Michael Olise uchun rekord darajadagi taklif tayyorlayaptimi? Ruben Dias Madridga keladimi yoki bu faqat navbatdagi transfer ertagimi? Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki video so'ngida ushbu transferlarning qaysi biri haqiqatdan amalga oshishi mumkinligi haqida o'z fikrimni aytaman. Ashraf Hakimi ishi yangi bosqichga o'tdi. Futbol maydonidagi tezkorligi bilan mashhur bo'lgan Ashraf Hakimi bugun mutlaqo boshqa sabab tufayli dunyo ommaviy axborot vositalari markazida turibdi. Bir necha yil oldin marokashlik futbolchiga nisbatan juda jiddiy ayblov ilgari surilgan edi. Endilikda esa ish yangi bosqichga o'tmoqda. Fransiya matbuotining yozishicha, futbolchining himoya tomonidan berilgan apellyatsiyaga rad etilgan. Bu esa ishning sudga ko'rib chiqilishiga yo'l ochib berdi. Ammo eng katta e'tiborni tortayotgan jihat boshqa. Sud majlisida Kylian Mbappe ham guvoh sifatida chaqirilishi mumkinligi aytilmoqda. Tasavvur qiling, bir tomonda dunyoning eng taniqli himoyachilaridan biri, ikkinchi tomonda esa sayyoraning eng mashhur futbolchilaridan biri bo'lgan Mbappe. Bu ish futbol tarixidagi eng ko'p kuzatiladigan sud jarayonlaridan biriga aylanishi mumkin. Albatta, hozircha hech kim aybdor deb topilgani yo'q. Yakuni faqat sud qaroridan keyin ma'lum bo'ladi. Ammo muxlislar allaqachon ikki lagerga bo'linib ulgurdi. Kimdir Hakimini qo'llab-quvvatlamoqda, kimdir esa tergov yakunini kutish kerakligini aytmoqda. Sizning fikringiz qanday? Hakimi bu vaziyatdan chiqib keta oladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Real Madrid murabbiyiga aylanib ulgurgan Jose Mourinho Tchouaméni bilan xayrlashmoqchimi? Endi esa Madridga qaytamiz. Agar ushbu xabarlar rost bo'lsa, Mourinho kelishi bilan Real Madridda katta o'zgarishlar boshlanishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, fransiyalik yarim himoyachi Aurelien Tchouaménining kelajagi so'roq ostida qolmoqda. Bir necha yil oldin katta umidlar bilan olib kelingan futbolchi bugun kutilmaganda transfer bozorining markaziga aylangan. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea ularning barchasi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Agar Tchouaméni transferga qo'yilsa, Angliya gigantlari navbatga turishi mumkin. Lekin bu yerda eng qiziq savol boshqa. Real Madrid nega bunday qarorga kelishi mumkin? Sababi juda ham oddiy. Jamoani qayta qurish har bir buyuk murabbiy kelgach, o'z futbolchilarini xohlaydi. Mourinho ham bundan mustasno emas. Agar klub Tchouaménini 100 million yevroga sotsa, bu pul yangi yulduzlar uchun ishlatilishi mumkin. Ammo muxlislarning katta qismi bunga qarshi, chunki Tchouaméni hali o'zining eng yaxshi davriga yetib kelmagan deb hisoblaydiganlar juda ham ko'p. Aziz tomoshabin, siz nima deb o'ylaysiz? Tchouaméni qolishi kerakmi yoki sotilishi kerakmi? Michael Olise yangi galaktika. Mana endi videoyimizning eng qizg'in nuqtalaridan biri. Michael Olise so'nggi oylarning eng ko'p muhokama qilinayotgan futbolchilaridan biri. Manbalarga ko'ra, Real Madrid futbolchi uchun ulkan taklif tayyorlamoqda. 200 millionlab yevrolar haqida ketmoqda. Olise allaqachon Yevropaning eng iqtidorli hujumkor futbolchilaridan biri sifatida ko'rilmoqda. Tezlik, texnika, dribling, aniq uzatmalar, uning o'yinida zamonaviy futbol talab qiladigan deyarli barcha jihatlar mavjud.
muxlislarni hayratga solgan va yana bir voqea sodir bo'ldi. Olise ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim postlarini o'chirib tashlagani aytilmoqda. Shundan keyin transfer mishmishlari yanada kuchaydi, chunki Olise Crystal Palace'dan ketishni oldidan ham xuddi shu ishni qilgan. Ba'zi muxlislar bu ketish belgisi deyishmoqda. Boshqalar esa bu oddiy tasodif deb hisoblamoqda. Lekin bir narsani tan olish kerak. Agar Olise Madridga o'tsa, bu yozning eng katta transferlardan biri bo'lishi mumkin. Ruben Dias Real Madridga keladimi? Endi esa himoya chizig'iga o'tamiz. Futbol olamida Ruben Dias degan nomning o'zi hurmat bilan tilga olinadi. Manchester City'ning mudofaa generali, Portugaliya terma jamoasining yetakchilaridan biri va endi uning nomi Real Madrid bilan bog'lanmoqda. Xabarlarga qaraganda Mourinho klub rahbariyatiga aynan Ruben Dias variantini tavsiya qilgan. Bu ajablanarli emas. Mourinho portugaliyalik futbolchilarni juda yaxshi biladi, ammo bu transferning amalga oshishi juda qiyin ko'rinmoqda. Manchester City o'z sardorlaridan birini osongina qo'yib yubormaydi. Ayniqsa himoyadagi eng muhim futbolchilardan birini. Shunga qaramay, futbol tarixida imkonsiz degan so'z ko'p marta yo'q bo'lib ketgan. Shuning uchun bu mavzuni ham kuzatishda davom etamiz. Demak, bugungi videoda Ashraf Hakimi sud jarayoni, Mbappening guvoh sifatida ehtimoliy ishtiroki, Chouamenining kelajagi, Michael Olise atrofidagi transfer bombasi va Ruben Dias bo'yicha sensatsion mishmishlarni muhokama qildik. Endi navbat sizga. Qaysi yangilik sizni eng ko'p hayratda qoldirdi? Chouameni ketadimi? Olise Madridga o'tadimi? Hakimi ish qanday yakunlanadi? Ruben Dias transferi amalga oshadimi? Izohlarda albatta fikringizni yozing. Biz barcha izohlarni o'qiymiz va imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Agar videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosing, izoh qoldiring, qo'ng'iroqchani yoqing va videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Secretex kanali rivoji aynan siz kabi faol muxlislarning qo'llab-quvvatlashingizga bog'liq. Shuning uchun bugunoq kanalga obuna bo'ling va futbol olamidagi eng qaynoq yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib boring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, futbol muxlislari.